Menga dildor yor eding bir vaqtlari, mehribon, g'amxo'r eding bir vaqtlari. Qahr etarsan har so'zing ming e'tiroz, ishqingga iqror eding bir vaqtlari. O'zbek she'riyati olamining yirik namoyandalaridan biri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir, tarjimon Matnazar Abdulhakim agar hayot bo'lganlarida 78 yoshni qarshi olgan bo'lar edi. Matnazar Abdulhakim ijodi davomida ko'pincha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan she'rlarni ijod qildi. Ushbu siz ko'rib turgan ustozga ehtirom haykali O'zbekistonimizning so'lib va munavvar go'shalaridan biri bo'lgan Ellikqal'a markazi Bo'ston shahrida joylashgan va aynan Matnazar Abdulhakimning ustoz o'qituvchiga bag'ishlangan she'ri asosida qurilgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, Matnazar Abdulhakimga o'xshagan yozuvchi shoirlar o'zlarining mangulikka daxldor she'rlari bilan xalqimiz qalbida mangu yashaydi. Nominatsiya yilning eng yaxshi shoiri deb ataladi. Matnazar Abdulhakimov milliy tafakkur g'oyalari bilan yo'g'rilgan turkum she'rlari uchun bilmadim, aylandi necha bir fasl, necha bir asrlar shamoldek yeldi. Men ko'ngilma ko'ngil, naslma nasl, seni izlab o'tmish qa'ridan keldim. Va bir juft g'azalga iltijo aylab, topib oldim azal va abadiy chira. Bilasan, kim seni ketganin joylab, qorachiqlarimdan qilmaysan hijrat. Mana chaqnayapsan tun bag'rin o'yib, o'z nuringdan o'zing so'ngsiz hayratda. Bu baxt bulbullarni lol qilib qo'yib, ko'kda yulduzlarni chaqchaq sayratdi. Qani edi seni mayin maqtasam, bo'lmasa ko'ksimda har bir so'z toshdan. Axir meni kutib yashamoqdasan, necha asrlarki 18 yoshda. Endi bu tosh so'zlar boshlarov ko'chki, hayotimga solib tinmas zilzila. Lekin menga taskin bera olmas hech kim, boshimni bir umr muttasil silab. Oshig'ing mangulik seni qiymaydi, bo'lgisi yo'q senga xazon xaridor. O'tib borayotgan meni qiynaydi go'zalligi bilan sening bu didor. Didoring bo'lmasa hayotim barbod, didoring bo'lmasa men zabun kimsa. O'zimni tilayman senga umrbod, ildizi yurakda o'simlikimsan. Men rashkda qovrilgan mag'rur nolaman. Menda muhabbat bor, yo'q menda shafqat. Seni mangulikdan tortib olaman. Qancha sevsang, shuncha yashaysan faqat. Dostning e'tiqod imonidir, baxt saodat bog'ining bag'bonidir. Dostning chorasiz qolgan mahal, kashf etib qo'ygan ulug' imkonidir. Kashf etib qo'ygan ulug' imkonidir. Dostning asragan arslonidir. Dostning asragan arslonidir.
do'stning gohida sultonidur ey. Bo'lsa do'st johil, buning bet yo'q benov. Bundayin do'st, do'stning ey zindonidur. Bundayin do'st, do'stning ey zindonidur. Ko'z yoshidir do'st, do'stning yig'lasa. Do'st, do'stning kulsagar hamdonidur ey. Yo'q iloji bir kuni tashlab ketar. Do'stlarin Abdul Hakim imonidur. Yo'q iloji bir kuni tashlab ketar. Dostların Abdul Hakim imanidur. Dostların Abdul Hakim imanidur. Mana shu zaminda tug'ilib o'sgan va ulug' shoir bo'lib yetishgan Muhammad Nazar Abdul Hakimni ulug' yoshi va ko'tarayotgan ijodiy hosili xirmoni muborak bo'lsin. Madnazardek ulug' shoirlar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Ular sizni mehringiz, xayrixohligingiz, yordamingiz tufayli mana shu darajaga yetishib turibdi. Biz Toshkentdan kelgan, Nukusdan kelgan mehmonlar, shoirni do'stlari nihoyatda quvondik. Birinchi navbatda siz shoirni qadrlab turganingiz uchun quvondik. Va yana tag'in Xorazmda bu ko'hna, qadimiy, tabarruk, muqaddas viloyatda zaminda ma'naviyatning qadrlaydigan yana peshvo paydo bo'lganidan biz quvondik. Menga dildor yor eding bir vaqtlari. Mehribon g'amxor eding bir vaqtlari. Menga dildor yor eding bir vaqtlari. Mehribon g'amxor eding bir vaqtlari. Faxr etarsan her sözün itiraz. Kar etersen her sözün itiraz. İşkine ikrar edin bir vakitleri. Sevgine ikrar edin bir vakitleri. Kimnidir qo'ydi chekkani uchun tortib olib qo'ydi gugurtini ham. Mashq daftarlarini yig'di-da so'ngra bir sanab ko'rdi. 7 daftar kam. Har gal shunday ahvol. Uyalmaysizmi? Kelasiz o'qishmas qilish uchun sayr. Bu safar ham 2 qo'ymay turaman. Ertaga qolganlar topshirsinlar. Xayr. Qish kuni bir tutam qoraygandi qosh. Ikkilandi. O'tmak kerak axir qirdan.
Eri ham kelmadi olib ketishga, uyda tinchlikmikan? Vahim etdi birdan. Hamkasb dugonasi qistovga tutib, tunab keting dedi. Kech bo'lib qoldi, ko'nmadi. Qo'ltiqlab mashq daftarlarini uyga yolg'iz o'zi yayov yo'l oldi. Ovul tugab, endi qirga chiqqanda oqshom quyuq edi. Atrof simsiyoh. Yo'ldan qaytmoqchi ham bo'ldi bir o'yi. O'g'lim xastalanib qoldimikin yo? Yuragini battar vahima bosdi. Qamradi. Tundan ham battar bir qo'rquv. O'nqirma, cho'nqirma, o'rma, qir demay yana ketaverdi. Ketaverdi u. Mudhish bir sharpani ilg'adi nogoh. Razm solsa qashqir qilardi taqib. Esladi yirtqichning qo'rqishin o'tdan iziga bir daftar tashladi yoqib. Qashqir to'xtab qoldi. So'ng yana. Muallima omon topgan bu olov yirtqichga berardi ilojsiz sabr. Yo'lovchi yoqardi. Qashqir to'xtardi. Tin olardi ikkov har daftarda bir. Yo'l uzoq. Tun qaro. Qashqir esa och yirtqich bilarmidi nadir sadoqat. Uyga yaqin qolgan vaqtda tugadi muallimda daftar. Qashqirda toqat. Uvoz fug'on tutdi qishloqni tongda. Zamin aza ochdi, zamon yig'ladi. Daftar topshirmagan 7 o'quvchi hammadan ham yomon yig'ladi. No'noq nazmim uchun afv et xalqim. Na olim, na fozil, na so'z beraman. O'z vaqtida daftar topshira olmay qolgan bolalarning biriman. Men yaxshi bilaman. Tumor qilmaydi. Yozgan she'rlarimni oshiqlar. Men yaxshi bilaman, qo'shiqlarim jo'n, bilaman bular bir oddiy mashqlar. Lekin ketmakdasan kelajak sari, tap tortmay qismatning dasht qirlaridan o'zimcha asragim keladi seni yovuzlik, xiyonat qashqirlaridan. Men mashq bajaraman, yozaman har kun. Daraklar, so'roqlar, kitoblarimni sen yo'l bo'yi yoqib tashlab ketaver. Qashqirlar qo'rquvchi kitoblarimni